aka narxini qimmat deysizlar-ku, mana-da. Narxiga yarasha sifat bo'ladi. 4 ta balonni 4 ta qolib ko'tarib turibdi. Yo'q, bizda sifat muhim emas dedim-da. Bizda narxi muhim desam, boyagi boshini bunday qiladi-da. 20 ga yaqin qolibimiz. Nasib qilsa biz yana Xitoyga kelib oldik. Endi qoliblarni bir boshdan ko'rib chiqamiz. Chang chung chang deb boshladik biz. Bu granulalari. Mana bu uni qoliplari. O'sha qolip asosida qoliplar ishlab chiqariladi. Mana bu uyning yoniga biz eshik nima tomda tagiga shapka chiqaramiz-ku, 70-80 sm, 1 metr qilib. O'sha shapka vazifasini bajarish uchun qilinadigan qolip bu. Bu o'shani ishlab chiqarish dastgohi. Yaqinda bir aka so'rovdi, shuni olib kelib shu yerda ishlab chiqarsa bo'lmaydimi dedim. Men uni bir hisob-kitob qilib ko'rdim. U bizga to'g'risi hali beri qoplamaydi, chunki bu O'zbekistonga doimiy va ko'p sotiladigan narsa ishlab chiqmaydi-da. Buni kattaligini ko'ryapsizlarmi? O'sha yerdan to kelgan shu yergacha aytaylik kamida 10 metr masofani egallaganda ini. Balandligi ham endi havo filtrini pastroqqa tushirsak ham bu tomonda balandligi bor ekan. Balandligi ham kamida bir 5 metr, 1 2 3 4 5 ga yaqin chiqib qo'yadi balandligi ham. Endi ini shunga qarab lesnitsa deymiz. Xullas 10 ga 10, balandligi 5 yoki 6 metrlik joy kerak shuni o'ziga. Keyin buni mana bu o'rtada aytaylik bitta mana shuni ishlab chiqaradigan qolip. Mana ishlab chiqardi. Mana shu bitta shuni ishlab chiqaradigan qolip. Endi boshqa fasonda ishlab chiqarish uchun o'rtadagi mana bu anodi olish kerak. Temirni olib turib, matrisalarni olib turib, keyin boshqa qo'yish kerak. Xullas buni hammasi men bir sira hisob-kitob chiqdim. Bu bizga hali beri to'g'ri kelmaydi, qoplamaydi. Mana ketdi. Endi ikkinchisini ishlab chiqaradi. Mana yopilyapti. O'shaning ichiga granulalarni, bu yerda granula, qo'shimcha ximikati ham bo'lar ekan bularda. Qanaqa bo'lsa, o'shalarni qo'shib birgalikda ishlab chiqarar ekan. Mana o'sha granulalar yopiq ekanda bu. Mana o'sha qoliplar. Aytaylik bu bitta 400 lik qolipda qandaydir qismi. Mana bu o'sha 400 lik qolipda yana bir qandaydir qismi. Balkim bu kattaroq-ku, anisi bo'lishi mumkin. Tepa tomondagi qoshi deymiz-ku bu biz. O'sha narsa bo'lishi mumkin bu. Shuning uchun buni olib borib o'zimizda ishlab chiqish menimcha katta summaga tushib ketadi. Agarda boshqa bir plastmassa bilan bog'liq ishlab chiqarishlar bo'lsa, o'shanda olib borsa bo'ladi. Ham qolib ishlab chiqariladi, ham boshqa narsa ishlab chiqariladi. O'shanda o'zini oqlashi mumkin. Shuning uchun bizda hali bular oqlamaydi. Mana bular o'zi kichkina qolib ishlab chiqariladi. Bitta buni olib borgan bilan kichkina qolibga ishlab chiqsangiz, qolgan buyurtmalarni qilib bermasangiz, aytaylik 30, 35, 40 buyurtmalar qilib bermasangiz, bunda 10, 20, 25 ishlab chiqsa, u ham bizga to'g'ri kelmaydi. Bu tomonlari ham bor. Mana buni mana o'sha qoliplari, ya'ni matrisalar. Mana shu bittani qo'yadi, ikkinchi tomonga pastini qo'yadi. Shunda qolipni bitta bo'lagi chiqadi shu yerdan. Mana bu yurakcha sifati. Bu tepasiga yoki pastiga ozroqgina qo'ysa bo'ladi, lekin 100% bu gulni qo'yib bo'lmaydi. Mana bu yerda mana o'sha qolipni kamchiligini to'g'rilayapti menimcha. Mana to'kirlar ishlayapti. Endi u zavodda olgandan keyin bunaqa to'kir bo'lish kerak. Mana bunaqa narsalarni ishlab chiqish kerak. Bu juda qimmatga tushib ketadi. Mana bu men yozib qo'ygan hammasini. 50 lik qolib qandaydir qism ekan. Bo'ldi, xullas zavod mana shu. Qisqacha ma'lumot beraman. Endi qolganini qoliplar ko'rsatishdan boshlaymiz. Mana bu yerda zavod kattaligi yaxshigina. Erta 18-dekabr kuni zavod yangi joyiga ko'char ekan. Menga aytdi, "Bilet sal keyinroq olganingda yangi zavodga borganimizda videoga qilarding" dedi. Ertaroq borib kelay deb, ertaroq bilet topib kelgandim-da men. Mana endi bir boshdan boshlasak. 20 lik qoliplar. Qolipni sifatini ko'ryapsizlarmi? Qolipni. Ayrimlar
Telefon qiladi, aka qimmat ekan deydi. Qimmat bo'lishi mumkin. Hozir bu masalada qoliplar qimmat bo'lishi mumkin. Bu masalada to'g'risi mana bu 3-safar kelishim bo'lsa, 3 martada ham ko'p bahs qildim. Men dedim qimmat sotaman, men kamroq olyapti mendan dedim. Imkon qadar arzonroq qilaylik dedim. Arzonroq sotayin dedim. Men ham sendan ko'p tovar olib kelaman. Endi to'g'risi 2019 boshlagan bo'lsa, yaqinda 7 yil bo'ladi. Bu sohani ichida yurganimizga-da. Keyin yana aytayapti, qolipda sifati muhim-ku deyapti. Keyin men yana unga kulib tushuntirdim-da, yo'q, bizda sifat muhim emas dedim-da. Bizda narxi muhim desam, boyagi boshini bunday qiladi-da. Endi nima qilaylik? Lekin men mana shu qoliplardan olib ishlatib, Xudoga shukr, baraka topib ishlatib yuribman. Hozir bir 20 ga yaqin qolibimiz, stakanimiz bir 10 dan ziyod, qonida gullari bir 10 dan ziyod. Aynan shu qolip uchun 3 ta mashina, 2 ta 3 ta gruppa qilib ishlab yuribmiz. Nasib etsa yana 26-yildan gruppani ko'paytirish niyatimiz bor. Mana endi yana ko'rsatib boraman. Bu o'sha 20 likni silliq varianti. Ko'ryapsizlarmi? Mana 20 lik qolipni mana qalinligini ko'ryapsizlarmi? Ayrim qoliplarda 35 ta qalinligi bunday emas-da. To'g'ri, narxi bilan-da hamma narsa qiziq, narxi bilan. Mana bu shuni, mana shunchasi bo'ladi, lekin 35 lik qolip. Bu mana 20 lik qolip. Mana ichki tomoni, silliq tomoni. Bu o'sha 20 sm qismlar. Keyin ayrim joylarda ko'ryapman. Mana bu qism 15 sm ekan. Biz endi standart birov 360, birov 370, birov 380, 390, 4 metr qo'ydiradi. Bitta agar bir dona 15 lik qo'yadigan bo'lsa, 365 bo'lib qoladi. Bu qanday bo'ladi deyapman-da. Yo'q, bu 20 sm bo'lsa, keyingi kichkinasi 10 sm bo'lsa, bu kattasi 50 sm bo'lsa, mana bu tagi bilan qosh qismi ikkalasi bir xil standart aytaylik 50 yoki 60 bo'ladigan bo'lsa, unda aytgan razmer chiqadi-da. Men shunisiga hayron qoldim. Bu 20, biz 20 degan boshqa joylarda 15 sm ekan buni balandligi. Mana bu 20 lik qolipda qolgan qismlari mana. Mana 10 sm qismlar bu yerda ekanda mana. Mana o'sha 10 sm qismlar. Mana ko'ryapsizmi? Bu bor yo'g'i 20 lik qolip qalinligi mana. Ko'ryapsizmi? 20 lik qolip bor yo'g'i. Mana yozib qo'yibdi 20 sm diametrdagi qolipning 10 sm qismi mana. Mana sifat nima uchun kerak? Keyin 1-2 marta videoga oluvdim. Ish qilayotgan jarayonimizda pastidan bitta bolt o'tgan, tepadan bitta bolt o'tgan. Bo'ldi, keyin tepasini dalchi baylab ketganmiz-da. Bu pastda qolib ketgan, mana shu o'rtada 2, 4, 5 tasi baylanmaganda. Ishni tugatar haddi ko'rib qolyapmiz, buni baylanmaganida. Lekin bizga qolib 35 lik qolib asosan. O'shani keyin ishni tugar haddi buni boltdan tiqib baylab qo'ydik-da. Bu shuncha tepadan 3 metr, 4 metr bosimga chidab bergan. Agar pastidan bitta bo'ylab, tepasidan bitta bo'ylab sifatsiz qolib bo'layotgan bo'lsa, u o'rtani albatta sindirib chiqib ketadi bosimni kattaligidan. Mana bu gullar. Mana 20 sm lik qoliplar ekan bular hammasi. Mana bu yerda uni yuqori qismi sal qorong'ulik qilar ekan. Lekin endi qilaman degan odam uchun buni to'liq ko'rsatib beramiz. Bu yerda mayda detallari bo'lsa kerak bular. Yo'q, bu lesnitsaniki ekan. Bu yerda lesnitsaniki hammasi. Orqa tomonda 25 ta pastki qismi. Bu yerda lesnitsa. Bular ham lesnitsa, mana bu. Buni bilmam nima bu. Bu ham o'sha tomlarni tagiga qo'yishga bunaqasiga chiqish uchun 25-30 sm figura biz tunukan tagidan beramiz-ku o'sha narsa. Mana bu yerda yana qoliplarning qismlari. Mana bu yana 20 lik. Bundan olib borsa bo'ladi, tepasiga yoki pastiga bittaylana qo'ysa bo'ladi. Buni 100% qo'yish to'g'ri kelmaydi. Juda ham bijir-bijir bo'lib ketadi. Mana bu qism ham xuddi shunday. Endi bizga bu to'g'ri keladimi yo'qmi bilmayman, lekin mana bular bor. Mana bu ham bor. Mana
Mana bu gul bor. Mana bu gul yangi chiqyapti qorniga. Ha, mana bu guldan olib borganmiz. Bular ishlatganmiz. Bularda rizbali varianti o'sha 20 lik, 25 lik qoliplardi. Mana shu gullarni o'zi ekan bolohida. Burada mana otaxon taxlayapti. Taqarati qurib shaqarash qo'rqib. Versace qismlar. Chiqqanlar olib taxlayapti. Mana bular juda bijir. 400 lik qolipti. 10 sm lik qismi. Endi bu tomonga o'tamiz. Bu yerda asosan lesnisaga o'xshayapti. O, to'g'ri topdim. Bu lesnisaniki, chunki bundan olib bordik, ko'pchilikka sotdik. Lesnisani qismlari bular. Bulardan olib bordik. Bular ham hammasi lesnisa. Bular ham qolib ko'p bo'lgandan keyin shunda oyoq ostida o'ralashib o'tiradi. Narigi tomonda mana katta zinani katta qismi ekan bu. Katta ekan bu, boyaga katta inshootlar yoniga qo'ysa bo'ladi buni. Mana bu regelda oddiy to'rtburchak varianti. Mana bu ham shu, regel bu ham tepaga qo'yiladi. Mana buni bilmadim. Bu o'sha biz so'ragan sokolda qolipi bu. Sokolda qolipidan ham zakaz bor edi. Shularni yozib olishimiz kerak. Mana bu regelda qolipi. Bundan ham olib borib sotdik, ancha ko'pchilik olib qo'ydi. Tepada regelda qoliplari. Mana o'sha ajdarho bir narsalarda qolipi bular. Mana O'remme Wilson. Endi bu tomondan bosishlasak 300 lik qolip, 400 lik qoliplarda to'rtburchaklari bular. Xo'sh. Bu pastki qismlari, yuqori qismlari endi bu yerda 300, 400, 350 har xilda. Mana bu boshqacha taroqlamasi tekis, o'rtasida qanday guli bor varianti ekan. Bu gul boshqacha ekan, demak mana buni sherigi bu mana. Mana guli bu yerda bor, mana bu yerga kelib qadaladi. Ha, 400 likda taroqlik varianti, tekis varianti, tepadagi gullari, pastki qismlari. Bu endi 600 lik qolib ekan, to'rtburchakniki. 600 lik qolibdi, 30 sm balandlikdagi qismi. Mana yana va hokazo 10 sm qismlari. Endi qolib qancha katta bo'lavergan sari balandligini past qilyapti, sababi bosim katta bo'ladi-da. Bular 500 lik ekan. 10 sm qismlari. O'sha 500 lik yoki 600 likni tak yoki yuqori qism. 500 lik qolibdi. Pastki qismi ekan, oyoq qismi. Xitoychani ham ancha o'rganib qo'yibman. Qolgan qismlar. Xo'sh, deganingizdan bilsak, mana yuqori tomonda ham shani qolgan bo'laklaridan bor. Mana bu regelda qolibi, mana bu to'rtburchak qolibidan olib borganmiz. Olib borib sotganmiz ancha. Burada qoliplar ko'p. Bu nechilik bu? 400 lik bu. 400 lik qolibdi, taroqli varianti bu. Pastki qismlari. Mana bu yerda qornidagi gullari, gul qismlari. Tepada 400 emas, bu 300 yoki 250 lik to'rtburchaklar bu yerda. Qasam xuddi shunday. O'shani tak gullari. Bizga yana
Ha, lestnitsani ustidan chiqardik, qayergadir bor edi. Bu va topib oldik. Shu yerdan chiqamiz. Oldingi safar kelganlarimizda ham shu yerdan tomosha qilgandik. Mana lestnitsalar. Hali katta ko'rgazmalar zaliga bora olganimiz yo'q, endi boramiz. Bundan olib borganmiz. Bundan olgan yana talab tushgan. Bundan ham talab tushgan. Mana bundan ham keyin yana qaysini olib bordik. 2-3 xil variantda olib bordik-da, bular eshik derazalar tepasiga. Bu uylarda sokol qismiga qo'yiladigan narsalar. Mana bu sherda qolibi. Bu nima? Endi lestnitsa ulardan ko'p olib bordik. Yo'q, bu qismlardan olib borganimiz yo'q. Bir boshdan ko'rsataveramiz endi. Mana. Lestnitsani o'rtacha 55 sm balandligidan boshlab bor. Bu yerda 55 yozib qo'yibdi mana bittasiga. 55, 60, 65, 70. Aytaylik, siz aytgan razmerdan 1-2 sm agar farq bo'lib qolmasa, mabodo 67 sm-ligini bering demasangiz, qolgan o'sha aytgan razmerlaringiz chiqadi mana. Mana bular bundan olib borganmiz, sotganmiz. Mana bu yerda mana bu kichkina to'rtburchak, bu katta to'rtburchak mana. Aytaylik, mana buni ichi beton chiqqandan keyin chegaradan chegaragacha 18 sm qolishi mumkin. Bu aytaylik bir 25 yoki 28 sm. Bu mana katta. Shunday qilib ulasa bo'ladi. Mana bu yerda mana qo'shiladigan, ulanadigan narsasi bor. Buniki kichkina, buniki katta. Endi narigi tomonlar to'g'risi odam o'tmagan, chang bo'lib yotibdi. Shu yerdan turib ko'rsatib o'raman. Keyin narigi zalga borganda hammasini ko'rsataman u yerda. Orasi ochiq-ochiqda. Mana bu to'rtburchak qoliplardan olib borib sotdik. Ko'pchilik oldi. Lestnitsanikini demoqchiman-da mana bundan. Bu yerda ham mana tanlov ko'p. Mana bu o'tiradigan, o'tirib choy ichadigan stol qilsa bo'ladi buni. Mana yonidagi qismchasi gultuvak. Gultuvak meni shuning ichiga beton qo'yib, mana ichiga qo'yib qo'ysa o'tiradigan stol qilsa bo'ladi shuni. Menimcha gultuvak emas. Mana o'sha 500 lik, 600 lik qoliplar va hokazo. Mana bu qoliplar. Bu yerda mana gultuvak har xil variantlari bor. Mana Yevro zabor deymiz-ku biz. O'shani qolibi mana. Bu chegaralarga qalash uchun oddiyroq varianti. Mana bu ko'proq qismni yopadi. Endi bizda qishloq sharoitlarida qo'y, mol, tovuq bu narsa o'tib ketadi. Shuning uchun bizga mana bu ma'qulroq. Buni dashlarga chegaraga qilib qo'ysa bo'ladi. Qoliplarni har xil variantlari, gultuvak, katta, narigisi ham bor ekan. Mana bu ham qiziq edi, kakras. Mana shundan ham olib borishimiz kerak, chunki zaborlarni yoniga ustiga qo'yib qo'yishga juda zo'r. Blokni ustiga tochni o'tiradi bu. Mana bu yerda 400 lik, 300 lik har xil qoliplar bor. Qoliplar yana dash ko'rsatamiz hali. Bu tomon. Telefonda ham zaryad tugayapti ekan, zaryadga qo'yish kerak. Otog'on hisob kitob qo'yapti bu. Mana. Bog'illik ichaymaydi, maslahat bermayman, sababi chiqmaydi bu. Mana bu. Lestnitsalarda qismlari bu yerda. Mana.
zavodning ichkari qismi, tashqariga chiqqanlar hammasi buyurtma bo'yicha ketayotganlar. Bu ham ketadi. Mana bu yerda mana upakovka qilyapti. Ketayotgan qoliplar. Mana bu yerda jak. Mana ortilyapti. Mana bu yer ham upakovka qilinyapti, bular ham ketadi. Mana bular hammasi ketayotgan qoliplar. Mana. Bizni kuzatishda davom eting. Nasib qilsa yana zo'r videolar qo'yib boramiz. Bu yerda matrislar, qoliplarni qilaydigan joylari. Qoliplarni ishlab chiqarib, plastmasani. Bu tomonda ham qoliplar bor o'tgan safar ham. Bizni kuzatishda davom eting. Ajoyib videolar qo'yib boramiz. Mana bu yerda qoliplar. Eksperimentda jinnisi bo'ladi hozir mana. Yes. Ana qoyil qolmay ilojimiz yo'q. Sifati bo'yicha tortishasizlar-ku akalar. Men ham puli bo'yicha tortishaman-da. Qoyilmisizlar? Bekarga 7 yildan beri ishlatganim yo'q-da bu qolipni. Mana. Bekarga 7 yildan beri ishlatganim yo'q. Aka narxini qimmat deysizlar-ku mana-da. Narxiga yarasha sifat bo'ladi-da, shuning uchun narxiga talashaman-da. 4 ta balonni 4 ta qolib ko'tarib turibdi. Mana. Mana. Hech narsa qilgani yo'q qolibga. Mana. Keyingisi ham. Mana keyingisi ham. Okay, yes. Mana.